Sustkashlik va noqulaylik. Marafonga tayyorgarlik ko'rishni musobaqadan bir kun oldin boshlasangiz, oyoq mushaklaringiz qanchalik azob chekishini tasavvur qiling. Shuning singari matematika va tabiiy fanlarni oxirgi daqiqada yodlab olib, imtihonda yaxshi o'tib bo'lmaydi. Ko'pchilik uchun matematika va tabiiy fanlarni o'rganish ikki qismdan iborat bo'ladi: qisqa o'quv mashg'ulotlari va ular o'rtasidagi tanaffus. Demak, agar sustkashlik ko'pchilik talabalar uchun og'ir muammo bo'lsa, u matematika va tabiiy fanlarni o'qiyotgan talabalar uchun ayniqsa zararlidir. Biz o'zimiz yoqtirmagan ishlarni ortga suramiz. Masalan, matematikani xush ko'rmaydigan odamlar undan o'zlarini olib qochishining sababi og'riq ekani tibbiy tekshiruvlarda aniqlangan. Unaqa insonlar matematika haqida o'ylay boshlashi bilan miyadagi og'riq markazlari ishga tushadi. Ammo bir narsaga e'tibor bering, ishni oldindan sezishgina og'riqlidir. Matematikani yoqtirmaydigan kishilar masala ishlashni boshlaganlarida og'riq yo'qoladi. Sustkashlik bo'yicha mutaxassis Rita Emmett buni quyidagicha izohlaydi. Ishdan qo'rqish ishni bajarishdan ko'ra ko'proq vaqt va kuch oladi. Og'riqli narsadan qochish tabiiy tuyuladi. Afsuski, doimiy o'zini olib qochishning uzoq muddatli asoratlari juda ham yoqimsiz bo'lishi mumkin. Matematikani o'rganishni ortga surasiz va u haqida o'ylash yanada og'riqli bo'ladi. SAT va AKT singari muhim imtihonlarga tayyorgarlik ko'rishni paysalga solaverasiz. Imtihon kuni esa bo'g'ilasiz. Chunki axborot bilan bemalol ishlash uchun jiddiy neyronli asosni qurmagansiz. Natijada grant yutish imkoniyatini qo'ldan boy berasiz.